Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar, mana Dilshod Moto do'konimizda yangi skuterlarni sizga hozirda arzon qilib tushuntirib berib o'taman. Xizmatimiz yoqsa like va podpiskani ayamaysizlar, danglatib bosasizlar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana yangi kelgan skuterlarimiz bor. Hozir obzor qilib beramiz. Tayyorlanib chiqarib qo'ydik. Xo'sh, mana bu stakan deydi. Stakan skuterimiz 3 xil rangda. 3 xil rangda kelgan. Xo'sh, 4 ta tuman kafaralik. Motor miyasi 800 watt, gurzovoy, reduktori ham baquvvatidan qo'yilgan. Xo'sh, mana orqaga ikkita odam bemalol sig'adi. Undan tashqari orqasi telichka ham bo'ladi. Undan tashqari mana bu narsa eshikcha ochiladi mana bu. Mana. Bemalol ochiladi bu. Kirib o'tirsa bo'ladi. Mana buni shunday ko'tariladi. Ochib mana. Bemalol bu yoqqa yotadi mana. Keyin mana buni ochib olinadi bu. Ne tushirsangiz telichka bo'ladi mana. Bemalol yuk yuklasa ham bo'ladi, bozorga borib kelsa ham bo'ladi. Xo'sh. Akkumulyatori 33 amperlik 5 ta qo'yilgan mana. 33 amperlik 5 ta qo'yilgan. Xo'sh mana. 33 amper ko'rinib turibdi mana o'zi. 5 ta qo'yilgan, zaradniki bor, mana poliglarigacha bor, mana oldingi poligi va bu yog'ining poligi bor. Komplektida kaskasi bor va jilet qo'shib beramiz. Undan tashqari oldi tormoz jitkichlik, saka diska mana ko'rishingiz mumkin. Saka diskalik, balon 3,5 ga 12. 3,5 ga 12 balon. Orqa oldin baloni bir xil. Saka diska oldin orqa oldin bir xil, rangi mana bu. Bunaqa rangi bor. Keyin mokra asfalt va qora rangi bor. 3 xil rangda kelgan. Oldiga laboylari ham bor mana. Shamoldan to'sadigan. Pultlari ham mana bunaqa pultligi anaqasi bor, Cobalt pult deydi. Bundan tashqari magnitofoni ham bor, telefon podstavkasi bor. Skorost 3 ta, zarnis. Xo'sh, faralarni yoqib ko'rsataman mana. Pоворotning mana. Faralar polni ishlayapti mana. Chotki ishlaydi. Xo'sh. Bu yoqqa endi bir kishi sig'adi, ikki kishi sig'a olmaydi, lekin bu yoqqa bemalol ikkita odam sig'adi. 300 kilodan 400 kilogacha yuk oladi. 300 kilodan 400 kilogacha yuk oladi. Nimasini tushuntirib beray yana. Yurish masofasi 50 kilometrdan 70 kilometrgacha yurib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Lekin gap yo'q. Keyingi modelimiz shu narsani balandroq varianti va uzunrog'i. Bu ham 6 ta 33 amperlik, 5 ta uzur. 5 ta 33 amperlik akkumulyator mana. Zaryadka poliglari bor. Undan tashqari bunaqa kissa ham qo'yilgan bunga. Mana telefonlarni qo'yib, boshqa narsa qo'yib ketsa bo'ladi. Va birkalari ham bor mana. Hammasiga bor. Unga ham bor birkasi. Bunga ham bor. Hozir boricha yig'ib chiqarib qo'yib bo'ldi. Balonlar ham bundan 3,5 ga 12. Bunga ham 4 ta fara. Mana ko'rishingiz mumkin. To'rtta tuman fara va o'zining dilani farasi. Xo'sh. Bunda ham jitkiz tormoz mana, jitkiz tormoz qo'yilgan. Jitkiz tormozlari bor. Va bu ham xuddi shunaqa, mana bunaqa ochilib yopiladi bu ham mana. Telichka bo'ladi bu ham. Bu ham 400 kilogacha yuk oladi bemalol. Undan tashqari mana qilib qo'ysa odam sig'adi mana. Ikkita odam bemalol sig'adi. Undan tashqari bu yoqda yana joy ham ortib qoladi bagajga mana. Yana bagaj bo'ladi bu yoqda va eshiklari ham bor mana bunaqa. Mana. Bemalol chiqib o'tirsa bo'ladi. Buni ikki xil rangi bor, mokra asfalt rangi bor va mana bunaqa feruza rang deydi.
Shunaqa rang deyiladi bu. Bir qarasa ko'k ko'rinadi, bir qarasa yashil ko'rinadi bu. O'zgaruvchan. Buni ham motor miyasi 800 watt. Reduktori ham baquvvati. Mana reduktorni ko'rishingiz mumkin. Baquvvatdan bo'lgan, motori ham baquvvat. Kruzovoy. Bu ham bitta zaryadka bilan 50 km dan 70 km-gacha yurib beradi. Oldiga laboylar ham qo'yilgan mana sovuqdan asrash uchun va buni ham komplektida kaskasi bilan jilet qo'shib beramiz. Hamma narsasi bor, ko'rishingiz mumkin mana. Lekin mana shunisiga maza qildim. Sababi chuqur ekan, mana bemalol o'tirsa bo'lar ekan mana. Bozorga borib, bozor qilib kelib, bemalol o'tirib, mana bu yoqqa bozorga qo'yib, bemalol o'tirib kelsa ham bo'ladi. Orqasiga 2 kishi sig'adi, oldiniga ham 2 kishi sig'adi mana. Bu sal enliroq, kattaroq, undan uzun. Bu variant ancha uzun va enli. Xo'sh. Nimasini aytib o'tamiz? Yana boshqa narsasi xomada aytadigan. To'lovlarimiz faqat naqd перечисление, kredit bo'lib to'lashga yo'q o'rtoqlar. Ko'pchilik mana bo'lib to'lashga bormi? Bunday deb so'raydi, lekin unaqa narsalar yo'q bizda. Uzr so'raymiz oldindan. Kredit faqat yangi yildan keyin bo'ladi. Hozircha naqdga va перечисление firmadan ko'chirib olsa bo'ladi. Bo'lib to'lash, qarzga unaqa narsalar yo'q. Xo'sh, endi narxini aytaman. Bunisi 8,5 million so'm. Mana bunisi 9,5 million so'm. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Xudo xolasa bundan har qaysidan bir konteyner keldi. Bor. Va keyingi modelimiz buni oldin ham qo'yganman. Bu elektromobildagi gap bu. Elektromobildagi gap sababi hamma tomonidan elektromobil qilingan, faqat ochiq variant qilingan. Mana skameykalari oldi orqa bo'ladi, orqaga yotadi bemalol. Undan tashqari buni zadniy kamerasi ham bor mana. Zadniy bo'lsa. Mana zadniy kamerasi ham bor buni. Kak elektromobil bu. Buni ham oldi tormozlari jitkislik. Mana oldi tormozlar jitkislik, sakadiska bu ham mana. Ko'rishingiz mumkin. Sakadiska. Balonni buni ham balon 3,5 ga 12. Xo'sh, orqasiga ham bemalol ikkita odam sig'adi. Undan tashqari mana bagajcha ham bor. Bunda unaqsa tagiga bagaj ham bor. Shuni usti yopiq, bemalol haydab yursangizlar bo'ladi. Chotki elektromobil. Bakovlar ham xuddi elektromobilda qo'yilgan. Oldi faralari ham yoritishi va shu zo'r, hozir yoqib ko'rsatib beraman. Dalni bilishisi bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Endi hozirda signal yonishlari ham zo'r. Oldiroq olamiz hozir. Orqasini ham ko'rsataman. Orqasi ham xuddi elektromobillardagidek qilingan. Mana shu konkret qilib ishlangan mana. Zadniy kameraga hamma narsa ishlaydi. Elektromobil parkovka polni bor. Xo'sh. Bunga mana yonlariga stakanchik qo'ygan. Xolos sizlar baklashgacha choy olib, yo bo'lmasa bitta kolani olib, ichib, mazza qilib aylanib yursa bo'ladi. Ikki xil rangda bor bu. Qora bilan mokr asfalt rangda. Hozir chiqayotgan elektromobillarning rangi bilan bu. Oddiy rang emas bu. Buni narxi ham o'shanga yarasha, sababi sal qimmatroq kelgan. Boshqa skuterdan farqini ko'ryapsizlar, xuddi elektromobildagi gap. Va bonuslar ham bor. Polni hamma narsasi boyovoy dedim. Xo'sh, yana nimasini aytib o'tamiz? Tormoz, orqa tormoz bor, old tormoz, jitkis tormoz, alohida hammasi. Hozircha bor skuterlarimiz shu. Telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Undan tashqari yana bir dona anaqa bu narxini aytmadim, uzr. Buni narxi 13,5 million so'm.
aytilgan narxlardan kelishtirib beramiz. Aytilgan narxlardan kelishtirib beriladi ozgina va undan tashqari mana bunaqa skuterimiz ham bor. Bu 7,5 million so'm narxi. Bunda 5 dona 20 amperlik akkumulyator qo'yilgan. Bu zaryad bitta zaryad bilan 50 kilometrgacha yurib beradi. Xo'sh, buni batareykasini aytmadim, uzr. Buni batareykasi 6 dona 32 amperlik qo'yilgan. 6 dona 32 amperlik. Bitta zaryad bilan 50-70 kilometrgacha yuradi bu ham. Xo'sh, hozircha bor tovarimiz shu. Xudo xolasa yana yangiliklar bo'lsa, obzor qilib qo'yib qo'yamiz. Dilshod Moto kanalini kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan joylar sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon qaytib kelishlar nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.